Parfyumda qancha konsentrlangan moy miqdori ko'p bo'lsa, shuncha turib berishi va taralishi yaxshiroq bo'ladi deb o'ylashingiz mumkin, biroq bu har doim ham to'g'ri emas. Ha, to'g'ri, parfyumda taralishi va turib berishi asosan konsentrlangan moy miqdoriga bog'liq. Shu asosida parfyumlar Eau de Cologne, Eau de Toilette, Eau de Parfum va Extrait de Parfum kabi turlarga bo'linadi. Ko'pchilik moy miqdorini oshirsam, taralish va turib berishi kuchliroq bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin bitta muhim jihat bor. Agar moy miqdori me'yordan oshib ketsa, parfyum og'irlashadi. Erituvchi etanol kam bo'lgani sababli atir to'liq ochilmaydi. Ya'ni siz uzoq saqlanadigan, lekin sizga bilinmaydigan, tinch turadigan parfyumga ega bo'lasiz. Masalan, bizda Ganymede parfyumining Eau de Parfum va Extrait de Parfum versiyalari mavjud. Ikkalasi ham bir-biriga o'xshaydi, lekin turli tarkiblarga ega. Shuning uchun har bir parfyumga biz optimal moy miqdorini uning tarkibiga qarab belgilab qo'yganmiz. Natijada esa nafaqat turib berishi yaxshi, balki to'liq ochiladigan, taralishi esa kuchli, balansli parfyum bo'ladi.